Xondamir Abduhoshimovni taklif qilamiz. Ular AI in Startup Ecosystem mavzusi haqida gapirib o'tadilar. Assalomu alaykum hammaga. Barchalarni ko'rib turganimdan bag'oyatda mamnunman. Xo'p, hammani qonni ochib charchagandir. Iloji boricha qisqa qilishga harakat qilaman. Xo'p, bugun sizlar bilan hozirgi kundagi ikkita trenddagi mavzu AI va startup haqida gaplashamiz. Xo'p, kelinglar o'zim haqimda ozgina tanishtirib o'tsam. Ismim Xondamir. Hozirgi kunda Birbitek korxonasida, IT korxonasida engineering manager bo'lib ishlayman. Bizni asosiy vazifamiz korxonada bank va moliyaviy tashkilotlarga IT xizmatlarini taklif qilamiz. Undan tashqari o'zimni startaplarni muvaffaqiyatsiz qurish borasida juda ham ko'p yillik tajribam bor. O'shaning uchun bugun shu mavzular yuzasidan sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Bugungi agendamizda nima mavzular bor? Xo'p, o'zimni faoliyatimdagi startap qurishdagi xatolar, hop, keyin startapni o'zi qachon boshlash kerak va AI, ya'ni hozirgi kundagi sun'iy intellekt startap industriyasiga qanaqa yordam bera olyapti? Ya'ni siz startap qurmoqchi bo'lsangiz, AI related, misol uchun AI agentic servicelar qurmoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellektdan qanaqa qilib foydalanishingiz kerak yoki sizga nima imkoniyatlar taqdim etadi va startaplarga turli xil kompaniyalar tomonidan berilgan imkoniyatlar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda kelinglar startap qurishdagi xatolar yuzasidan gaplashib o'tamiz. Odatda startaplar haqida kimlar gapiradi? Biror bir startapni muvaffaqiyatli yakunlagan qanaqadir startaplarda bilsanglar, turli xil darajalar bo'ladi. IPO, pre-seed, seed round va hokazo. Shunaqa raundlarga olib chiqib, venture fondlardan yoki angel investorlardan investitsiya jalb qilgan, pul olib kirgan startaplar gapirishadi. Xo'p, lekin bilsanglar, tajriba ikki xil bo'ladi. Muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Men bugun sizlarga nima qilsanglar startaplar yaxshi bo'ladi emas, nima qilmasanglar startaplarda yaxshi bo'ladi mavzusida gapirib o'tmoqchiman va o'zimiz yo'l qo'ygan turli xil xatolar yuzasidan gapirib o'taman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, meni o'zimni faoliyatim dasturchilikdan boshlangan va bizni o'tirgan Muhammad Karim akam bilan odatda shu founder mindsetda yuramiz, ya'ni nimadir qurish, nimadir yaratish, faqatgina dasturchi bo'lib ishlashdan tashqari turli xil activitylar bilan ham shug'ullanamiz. Shunda bizga turli xil g'oyalar kelib qoladi. Shu g'oyalarni realizatsiya qilish davomidagi va qaysidir darajagacha olib chiqishga harakat qilingandagi xatolar yuzasidan gaplashamiz bugun sizlar bilan. Xo'p, birinchi navbatda odatdagi startap quruvchilarda, ya'ni bitta anaqa bo'ladi, xato bo'ladi. Menda zo'r g'oya bor, ya'ni zo'r fikr keldi degan narsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda to'g'risini aytadigan bo'lsam, hammada zo'r fikrlar bor. Agarda to'g'ri realizatsiya qila olsanglar, bemalol yaxshi startap bo'lishi mumkin. Lekin bizga zo'r g'oyani o'zi yetarli bo'larmikan? To'g'risini aytadigan bo'lsam, 2023-yili biz Muhammad Karim akam bilan bitta anaqaga qaror qildik. Umuman faoliyatimizni dasturchilikdan to'xtatib, o'zimizni startap industriyasida, startap sohasida sinab ko'ramiz degan qarorga keldik va o'zimiz ishlab turgan kompaniyalardan ketishga qaror qildik. Adashmasam yanvar oyida endi o'zimizni yig'ib qo'ygan ancha-muncha anaqalarimiz bor, mablag'larimiz bor va bitta ideyamiz bor edi, yaxshi g'oyalar. Biz o'ylardikki, bu g'oyalar successful bo'ladi, ya'ni muvaffaqiyatli bo'ladi. Bunga o'zimiz ishonardik. Lekin bizda faqatgina zo'r g'oya bor edi xolos. Keyin nima qildik? Biz shu g'oya ustida har xil yechimlarni taklif qilib, o'zimizni o'sha loyihamizni qurishga harakat qildik. Vaholanki, mart, aprel oyiga borib, loyihamiz o'xshamadi. Biz hech qanaqa nima deydi, investitsiya yoki bunaqa narsalar jalb qila olmadik. Biz faqatgina o'zimizni yonimizdagi bor bo'lgan pulimizni loyihaga sarflab kirgizib yubordik va hech qanaqa value olib kelmadi. Xo'p, bundan bitta xulosaga keldikki, demak, startaplarda asosiy yechilinishi kerak bo'lgan narsa, ya'ni birinchi navbatda sizda muammo bo'lishlik kerak.
agarda siz beradigan g'oya qanaqadir muammoni yechmasa, jamiyatdagi bor bo'lgan muammoni yechmasa, u shunchaki zo'r g'oya bo'lib qoladi xolos. U startap bo'la olmaydi. Xo'p, endi ikkinchi muammo haqida gaplashib o'tamiz. Xato. Bu MVP o'rniga odamlar ideal mahsulot qurishga harakat qiladi. Startap sohasida tezlik birinchi o'rinda turadi hamma narsadan. Siz har xil eksperimentlarni o'tkazib, qanchalik tez bo'la olsangiz va sizning loyihangiz shuncha success bo'lish rate darajasi shuncha baland bo'ladi. Xo'p, bu bo'yicha ham o'sha aytganimdek holatni keltirib beraman. O'sha aytganimdek ishdan ketdik, loyiha qurishga harakat qildik va biz birinchi katta miqdordagi pulimizni, ya'ni adashmasam o'sha paytda $500 edi. $500 pulni bittagina loyihamiz uchun logo chizdirishga aniq qildik, sarfladik. Va kichkina mini MVP uchun bot qildik va hokazo. Qarasak, biz uje loyihani hali foydalanuvchiga bermasdan $2000 atrofida rasxod qilib qo'ydik. Va biz bu vaqtda o'sha shunchaki qisqa bir o'sha muammoga yechim berishning o'rniga qisqa yechim bilan ideal produktni qurishga harakat qildik. Chunki biz nima deydi, baribir biznes yoki bo'lmasam qanaqadir shunga o'xshagan sohalardan kelmaganmiz. Biz texnar odam bo'lganimiz uchun odatda texnologiyani qanaqa qurilishiga e'tibor qaratganmiz. Shuning uchun biz nima deydi, MVPni qisqa o'z bilsanglar, MVPni anaqasi tarjimasi ham minimal viable product degani, ya'ni biror bir muammoni qisqa qiymatlik produkt ko'rinishda aniq qilinadi. Nima deydi? Aytiladi. Shuni qurishga harakat qilish kerak. Birinchi navbatda siz biror bir muammo topdingiz jamiyatda, o'sha muammoga kichik bir MVP, ya'ni u juda katta bir ideal holatdagi mahsulot bo'lish shart emas, kichik bir MVP bo'lsa shuni o'zi yetarli. Xo'p, keyingi yana bitta muammo bu pul haqida oxir o'ylash. Ya'ni produkt qilib bo'lgandan keyin, xo'p endi qayerdan pulni olib kelamiz ko'rinishda o'ylash. Odatda, misol uchun biz Muhammad Karim akam bilan loyihada ishlash davomida men odatda texnologiya tomonini o'ylayman, ya'ni loyihani qurilishi, texnik tomonlari, texnik muammolari. Bu yoq asosan pul haqida o'ylaydi, ya'ni shuni qanaqa qilib sotamiz, qanaqa qilib mijozlarga yetkazib beramiz va ulardan qanaqa qilib pul olamiz. Biz odatda loyihalarimizda faqatgina qurishga fokus qaratganmiz. Loyihani qurib bo'lgandan keyin, xo'p, mana qurib bo'ldik, endi qanaqa qilib pul topamiz degan narsa bizni ko'p qiynagan. O'shaning uchun bu eng katta muammolardan bittasi, xatolardan bittasi va siz birinchi loyihani qurishdan avval, xo'p, u qanaqa qilib sizga qiymat olib keladi, shu tomonni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi startaplarni qachon boshlash kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Kimda qanaqa fikrlar bor? Startapni qachon boshlash kerak? Mening fikrimcha, har vaqtdan boshlash mumkin. Avvalambor birinchi startap xaritasini tuzib olgandan keyin bemalol boshlash imkoniyatimizga ega bo'lamiz deb o'ylayman. Yaxshi. Yana kimda qanaqa javoblar bor? O'zi startap boshlagandan keyin unda ideya bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Bu startapni уже generate qilib, ommaga chiqarish kerak. Lekin venturning sxemalarga, venturning kompaniyalarga olib borish uchun уже sizda anchagina mablag' ishlatilgan, to есть mablag' olasiz, ideyangiz juda kuchli va muammoga hal bo'ladigan narsa bo'lishi kerak-da. Xo'p, yaxshi. Yana kimda qanaqa javob? Bu tomondan ham eshitaylik. Assalomu alaykum. Startapni qachon boshlash kerak degan savolga endi hamma har xil nazariya bilan qaraydi. Men o'zim nazariyamni aytadigan bo'lsam, misol uchun o'zimni qarindoshim bor, tog'am. 10 yildan beri shu veb-saytlar bo'yicha backendchilik qiladi, kod yozadi, lekin hali ham yo freelansga chiqmagan, yo startap boshlab ko'rmagan. Meni o'zim fikrim bo'yicha odam qachonki o'ziga tayyor bo'lganda, uverin bo'lganda, ko'zi o'sha narsani olib ketishiga yetganda startap boshlash kerak deb o'ylayman. Xo'p, yaxshi. Juda ham zo'r javoblar eshitdim. Rahmat kattakon. Xo'p. Endi mana har xil anaqalar keldi, sadolar keldi. Kimdirlar startapni qachonki tayyor bo'lganda boshlash kerak. Xo'p, Muhammad kelma kelmadi. Olib ketdingiz, bo'ptimi? Yaxshi. Endi bitta auditoriyaga teskari argument sifatida javob borda. Endi bular balki menga teskari javob berishar.
Hop. Haligi jang qilib ko'ramizda. Xo'p, bu senga ham teskari bo'lishi mumkin. Startapni qachon boshlash kerak? Bitta Abduqahhor degan akamiz bor. Yoshi katta, 40 dan o'tgan odam. Bu kishining bitta gapi bor. Bizgilar hozir hammasi shu startap degan so'z trendga chiqqani uchun hamma shu trendga ergashib startapga kirib kelyapti. Lekin u aka qog'ozga o'rab aytgan edi, hali biznikilarni pampersini izi ketmadi va shu bilan kirib kelishyapti dedi. Bu bilan nima demoqchi? 18-20 yoshdan 20 yoshga to'lmasdan hali aqliy faoliyati stabillashmaganda startapga kirib kelishyapti. Xo'sh, meni fikrimcha startapga hali hissiyotlardan aqli ustun bo'lgan paytda kirish kerak. Chunki hissiyot deganda motivatsiyani nazarda tutyapman. Hozir menda ideya bor, voy mana qilish kerak ekan, uni qilish kerak ekan. Voy bosaylik, ketdik, bugun to'planamiz, nimadir qilamiz deydi. O'sha motivatsiya bilan boshlamaslik kerak demoqchiman. Motivatsiyani bilan boshlaysiz, ertaga bitta uxlab turasiz, bittasi biroz o'tamizda deydi. Menimcha startapni aql bilan boshlashi kerak. Ya'ni reja, maqsad bilan boshlashi kerak. Motivatsiya bilan boshlasangiz o'chib qolasiz. Bu nimaga endi men auditoriyaga qarab aytyapman. Bu yerda adashmasam 20 ga to'lmagan yoki istisnoli tarzda bir ikkitasi katta bo'lishi mumkin-da. Sizlarga, men aytmoqchiman, sizlar startapni boshlay olmaysizlar degan narsani beryapman. Endi sizlar aytib ko'ringlar. Sizlar men boshlay olaman va shunga yarasha argument berishsin. Sizlar boshlay olmaysizlar deb men aytayapman. Avvalambor aytishimiz mumkin, hozir siz yosh dedyapsiz, lekin shunaqa yoshlarni bilamiz, hozir o'zlari ham aytdilar, bundan oldingi spikerlarimiz 14 yoshda o'zini startapini olib chiqib, normal natijaga erishgan ular. Yoshga qaramaydi. Biz ko'rishimiz mumkin, yoshi 40 dan oshgan yosh bolani ko'rishimiz mumkin. U yoshga qaramaydi, insonni bosib o'tgan yo'liga qaraydi. Yaxshi, rahmat kattakon. Qiziqarli suhbat uchun xohlasanglar bu debatni nimadan keyin, prezentatsiyadan keyin davom ettiramiz. Xo'p, startapni qachon boshlash kerak? Men endi o'zimni tajribam, faoliyatimdan kelib chiqqan holatda Muhammad Karim akaning gapiga ham ozgina nima deydi, qo'shilish bildirib ketaman va menimcha sizlar bu yoqda fikrini ozgina boshqacha tushundinglar. Xo'p, startapni qachon boshlash kerak? Bu juda ham oddiy formula. Agar sizda muammo, yechim va birinchi foydalanuvchi bo'lsa, demak siz startapni boshlashingiz bo'ladi. Ya'ni siz istalgan muammo bo'lishligi mumkin. Bu kimi bitta odamni bo'lsa ham muammosini hal qilyaptimi? Va o'sha bitta odamdan bo'lsa ham siz pul ola olasizmi? Ya'ni o'zingizga qiymat ola olasizmi? Значит, siz bu startapni boshlashingiz bo'ladi. Bitta foydalanuvchi u o'zingiz bo'lishingiz ham mumkin. Agarda u o'zingizga foydali narsa bo'lsa ham, bu startap bo'lishligi mumkin. Endi Muhammad Karim akani ozgina fikrlariga qo'shimcha kiritib ketadigan bo'lsam, bu yoq qaysi ma'noda yoshlar boshlamagan ma'qul dedi. Albatta baribir birinchi aniq keladigan bo'lsak, muammo. Bu muammo kelishligi uchun odatda muammolar tajribadan kelib chiqadi. Agarda siz yillar davomida bitta sohada o'sha sohani o'rganib yursangiz, albatta u yerda muammoni ko'rasiz. Ya'ni nimalar yetishmayapti, nima kamchiliklar bor, ko'rishingiz oson bo'ladi va agarda siz o'sha muammoga yechim beradigan bo'lsangiz, birinchi navbatda sizda tajriba bor va o'sha muammoni aniq ko'rib turibsiz, sizni startapingiz success bo'lish imkoniyatini ko'taradi bu narsa. Bu yoqda bermoqchi bo'lgan fikri, startap boshlamanglar emas, startap boshlanglar. Faqatgina agarda sizlarda tajriba va o'sha sohadagi ekspertiza yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, startaplar success bo'lish rate balandroq bo'ladi degan ma'nodagi fikrni bermoqchi bo'ldi. Xo'p, demak davom etamiz. Endi asosiy mavzu, xo'p, startap qurish, startap o'zi nima, bu gaplashishga harakat qilib ko'rdik. Qanaqa xatolar bor, o'zi qilmasligimiz kerak bo'lgan. Endi hozirgi kundagi trend, ikkita trendni bir-biriga bog'lashga harakat qilib ko'ramiz. AI biz startaplarga qanaqa imkoniyatlar ochib bera oladi? Hop, birinchi navbatda bizga asosiy beradigan yordami bu g'oyani tekshirish. Sizda biror bir g'oya bor, u g'oyangiz qanchalik o'rinli va bozorda qanaqa raqobatdoshlaringiz bor va
u o'zi kimlar uchun kerak? Shunaqa ekspertizani nima deydi? Bilishlik uchun odatda kompaniyalarda marketing komanda bo'ladi. Marketing komanda biror bir loyiha qilinadigan bo'lsa, u o'rganiladi yetarlicha. Misol biz qaysi foydalanuvchilar, qaysi sektorga bu o'zimiz produktimizni sota olamiz yoki biz raqobatchilarimiz kim, o'zi biz kirmoqchi bo'lgan bozorda miqdori qancha pul aylanadi va hokazo. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda siz startapingizni AI orqali o'sha g'oyangizni bu ham bitta nima deydi, refinefast.com degan sun'iy intellekt platforma. Bu yerda ko'rib turganingizdek kirityapti. Misol uchun menga fitness coach AI orqali ishlaydigan produkt kerak ko'rinishida anaqa beryapti. Get my report bosadigan bo'lsa, o'sha platformada sizga to'laqonli bitta report qilib beradi. Ya'ni o'zi bu loyihangiz hozirgi kunda jamiyatga qanchalik kerak. Qanaqa raqobatdoshlari, ularda kamchilik, ustunlik tomonlari yoki o'sha siz kirmoqchi bo'lgan bozorda qiymati o'zi qanchalik. Shu narsani aniqlab beradi. Bundan foydalansanglar bo'ladi. Unaqa nima deydi, pricinglari qimmat emas. Yoki bo'lmasam menga tekin variant kerak deydigan bo'lsanglar, o'zingizlar biladigan har xil LLM platformalar, OpenAI, Cloud shunga o'xshagan bu yerda ko'p platformalar gapiriladi. Shu platformalardan ham foydalanib, qisqa bo'lsa ham o'zingizni loyihangizni datsa qilasiz bo'ladi va sizga jahondagi ham aniqlashga yordam beradi. Xo'p, keyingisi MVP qurishga yordam berishi mumkin sun'iy intellekt. Xo'p, odatda bizda biror bir startup g'oya bo'ladigan bo'lsa, bu endi biz texnar odamlarda bu narsa qiyin emas. MVP qurish, chunki bizni nima deydi, dasturlash bo'yicha, shu soha bo'yicha tajribamiz borligi uchun MVP qurishda odatda qiynalmaganmiz. Lekin texnar bo'lmagan odamlar odatda MVP ni qanaqa quradi? Avvalo jamoa yig'adi, nechtadir dasturchi yollaydi va o'sha dasturchilarga qanchadir miqdorda pul sarflab, nechidir oyda o'zini MVPsini quradi. Hozirgi kunda g'oyangizni prosta chiqarib sotib ko'rsangiz bo'ladi. O'zi global bozorda yaxshi MVPlar qanaqa startaplar qanaqa ishlaydi? Birinchi navbatda bitta ideyani oladi. Bilsanglar, ko'p platformalarda, o'sha global platformalarga kirgan bo'lsanglar, waiting soon yoki bo'lmasam haligi wait listga yozilish ko'rinishda web page qilib qo'ygan bo'ladi. Loyihaning asosiy maqsadi nima muammoni hal qilish bo'ladi va o'sha produktni o'zini landing page qilib, shuni sotishga harakat qilishadi. Shu ideyani o'zini. Agarda o'sha ideyani orqasidan nechtadir foydalanuvchini o'zi jalb qilish olsa, keyin produkt qilishga kirishib ketishadi. Bu yaxshi validatsiya. Xo'p, biz o'zimiz agarda loyihamiz bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qilib kod yozmasdan MVP qurishimiz mumkin. Xo'p, bu Lovable degan platforma. Bu ham AI platforma hisoblanadi. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, turli xil hozirgi kunda ishlab turgan o'sha AI agentic servicelar yoki bo'lmasam AI orqali o'zini xizmatlarini taklif qiladigan platformalar o'zini aytaylik asosiy sahifasini Lovable bilan, ya'ni shu platforma bilan nima deydi, asosiy landing nimalarini shunchaki prompt engineering bilan yozib chiqarishadi. Bu yerda mana bitta saytni ko'rishingiz mumkin. Mana shu sayt to'laqonli hech qanaqa koding aralashtirilmagan holatda shunchaki prompt engineering bilan yasalgan sayt. Mana ko'rishingiz mumkin. Va sizga alohida nima deydi, dizayn chizdirib, dizayn yollab, unga nechidir $100 berib yoki uni yana kimgadir razrabotka qildirib shart emas. Shunchaki platformaga kirasiz, o'zingizga loyihangiz maqsadiga mos bo'lgan, o'zingizni tasavvuringizdagi o'sha platformani taxminiy tasvirlaysiz. Shunaqa platforma kerak. Kerak bo'lsa bu sizga o'sha yozilingan nima deydi, fayllarigacha, qanaqa kod fayllarigacha olish imkoniyatiga yordam beradi. Xo'p, endi startup quryapmiz yoki bo'lmasam, bu ko'proq kimlarga nima deydi, tegishli mavzu. Bu ko'proq talabalarga yoki bo'lmasam o'quvchilarga taalluqli mavzu. Startaplar uchun tekin imkoniyatlar bor. Agarda sizda qanaqadir startup qurishga nima deydi, qattiq kirishish yoki aytaylik motivatsiya bo'ladigan bo'lsa, sizga ko'p kompaniyalar startup quruvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va u sizlarga tayyor o'zini xizmatlarini yoki o'sha qanchadir pulli xizmatlarini tekinga taklif qiladi.
Xo'p, endi odatda dasturchi bo'lganim uchun o'sha dasturiy platformalar orqali o'zingizni o'sha startapingizni qurishingiz uchun kerakli bo'ladigan imkoniyatlarni bu yerga chiqarishga harakat qildim. Birinchisi bu Azure for Startups. Azure bilasizlar, Microsoftning cloud platformasi hisoblanadi. Bu cloud platformada siz deyarli istalgan dasturni cloudda qursiz bo'ladi. Ya'ni sizga tayyor o'sha AI ga aloqador servislar ham bor. Misol uchun dokument parse qilish kerakmi yoki qanaqadir ma'lumotlarni analiz qilishlik kerakmi yoki audioni o'qib berishlik kerakmi yoki qanaqadir audioda gaplashish kerakmi va hokazo. Hammasiga imkoniyatlar bor va agarda siz bu programmaga topshiradigan bo'lsangiz va u accept qilinsa, sizga o'sha Microsoft Azure platformasiga $100,000 $100,000 kredit beradi va bunda bu katta qiymat, foydalansanglar bo'ladi. AWS bu ham startaplarga $100,000 mablag' beradi, kredit beradi o'zini platformasida. Bu ham dunyodagi eng topoviy cloud kompaniyalardan biri hisoblanadi va o'zimiz bilgan OpenAI va bunga o'xshagan taklif qiladigan talabalarga yoki o'quvchilarga imkoniyat beradigan kompaniyalar juda ham ko'p. Qidirib ko'rsanglar, ya'ni o'zingizda hozir mablag'i yo'q bo'lsa ham, dasturingizni aytaylik, qanaqadir server xarajatlari, qanaqadir nima deydi? O'sha AI servislarga pul ketkazayotgan bo'lsanglar, shularni vaqtinchalik loyihangiz qanaqadir darajaga chiqqungacha bo'lgan vaqtida sizni qo'llab turadi. Va bu programmalarga qayta topshirish imkoniyati ham mavjud hisoblanadi. Xo'p, keyin bu yerda mana hozir ko'p nimalarni ko'rib turibman, talaba, o'quvchi yoshlarni ko'rib turibman. Xo'p, sizlarda hozir bemalol juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Ya'ni birinchi navbatda vaqt, talaba keyin nima deydi, o'quvchi paytinglarda juda ham ko'p sizlarda imkoniyat bo'ladi. Bu sizlarda eng asosiysi vaqt va bemalol ko'p narsani sinab ko'rish imkoniyati. Hech kim sizlardan pul top yoki nimadir qilishing kerak degan narsani talab qilmaydi. Sizlardan asosiy talab qilinadigan narsa o'sha sohalarda mutaxassisi bo'lib, ertaga nimadir jamiyatga qiymat olib kelish. O'shaning uchun bu narsani to'g'ri his qilgan holatda bemalol o'zingizlarda bir ideyalar bo'lsa, shu platformalardan foydalanib yoki hozirgi kundagi trenddagi imkoniyatlardan foydalangan holatda sinab ko'rib, kerak bo'lsa yaxshi produktlar, yaxshi kompaniya qurish imkoniyatlari mavjud hisoblanadi. Xo'p, e'tiboringlar uchun rahmat. Endi nima, savollarga o'tamizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi. Startapni boshlayotganimizda qaysi poydevor muhim, ya'ni muammomi yoki mahsulot yoki jamoa? Xo'p, aytganlaringiz ichida ikkita narsani eng asosiy narsa deb ayta olaman. Birinchisi muammo. Agarda muammo bo'lmasa, uni hal qilishdan nima deydi, u siz ishlab chiqadigan produkt hech kimga kerak emas degani. O'zimizni faoliyatimizda bitta yaxshi case bo'lgan. Bitta kompaniya dasturchilarga o'zining produktini qurishni vazifa qilib bergan va o'sha vazifani ishlab chiqqandan keyin nechadir minglab pul sarflangan, bu produktni hech kim ishlatmagan. Ya'ni juda ham ko'p haligi foydalanuvchiga yengillik qilaman deb turib, juda ham ko'p imkoniyatlar qo'shib yuborishgan. Lekin u funksiyalarni, ishlab chiqilgan funksiyalarni deyarli hech kim ishlatmagan. O'shaning uchun birinchi navbatda siz bermoqchi bo'lgan yechim qaysidir muammoni hal qiladimi? Bu birinchi validatsiya. Ikkinchi yaxshi kerak bo'ladigan narsa bu jamoa. Jamoada iloji boricha o'zingizni yaqinlaringiz bo'lgani yaxshi. Biz endi odatda turli xil odamlar bilan, turli xil jamoalar bilan ishlab ko'rganmiz va Muhammad Karim aka bilan mana nima deydi, biz qarindoshmiz, to'g'risini aytadigan bo'lsam, va faoliyatimiz davomida necha 6-7 yildan beri birga faoliyat olib boramiz va turli xil sinovlar, turli xil nimalardan o'tganmiz. Agarda siz tanish, yaqin qarindoshingiz bo'lsa, bitta zo'r imkoniyat bor. Misol uchun bir-biringizdan xafa bo'lib qolgan taqdiringizda ham bir-biringiz bilan yana chiqishib ketaverasiz. Agarda nimadir oshnangiz, og'ayingiz yoki ko'chadan kim bilandir tanishgan odamingiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga bir nimadir holat bo'lib xafa bo'lib qoladigan bo'lsangiz, bir-biringizdan arazlab ketib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun baribir jamoa ham muhim hisoblanadi. Assalomu alaykum. Menda ham savol bor edi.
Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ham xuddi Amerikaga o'xshaydigan startaplarga katta sarmoya kiritadigan universitetlar yoki nima desa bo'ladi, investorlar bormi? Masalan, Amerikada Stanford universitetidagi o'quvchilar yilda 20 ta 30 tachalab startaplar beradi va unlardan 90-95% reject qilinsa ham yana qilishaveradi. O'zbekistonda ham shunaqa universitetlar bormi, mana shu startaplarga qaraydigan? Endi men deyarli universitetlarda hammasidan u narsa haqida imkoniyat beradimi yoki bilmadim. Lekin O'zbekistonda ham hozir startap qurish uchun juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu narsa davlat miqyosidagi, siyosat darajasidagi hozir ko'tarilgan mavzulardan bittasi, ya'ni sun'iy intellekt yoki shunaqa startap industriyasi va O'zbekiston adashmasam shu yaqin yillarda maqsadda o'sha O'rta Osiyoda shunaqa startap hubga aylantirish anaqasi bor, rejasi bor va mana turli xil venture fondlar ochilingan. Adashmasam 10 dan ortiq venture fondlar bor. Agar siz ideyangiz bo'ladigan bo'lsa, hozir ideyani o'ziga ham $30,000 bemalol anaqa venture fondlar pul ajrata oladi. Va yaqinda o'zimizni bilsanglar Amerikada Y Combinator degan startup akselerator bor. Shu akseleratorni O'zbekistondagi naqasi Y Combinatorga o'xshagan startup akselerator ochilyapti. Bu adashmasam yaqin kunlarda o'sha anaqasi chiqadi. O'sha nima ochildi akselerator, Uz Combinator degan. Bu yerda ham adashmasam 45 kunlik o'quv kuni bo'ladi va o'sha yerda siz o'zingizni startapingiz bilan borib, har xil mentorlardan, har xil odamlardan tavsiyalar, nima deydi, o'sha startapingizni qurishga harakat qilasiz. U yerda sizga ovqat, hamma o'sha stipendiya, xarajatlar menimcha adashmasam qoplanadi. Va oxirida agarda yaxshi ideya o'zingizni yaxshi ko'rsatib, sotib bera olsangiz, o'zingizni adashmasam hozirgi anaqasi umumiy fondi $1 million shunaqa atrofida bo'lishi kerak. Hop, avvalambor assalomu alaykum. Meni savolim shundan iboratki, ya'ni bir startap muvaffaqiyatga erishish uchun qaysi risklarni aqlli va ongli deb atash mumkin va qaysilarini oldindan chetlab o'tish kerak? Ya'ni misol uchun ikki xil odam bor. Birinchisi ko'proq xato bilan muvaffaqiyatga erishadi, ikkinchisi esa tavakkal bilan harakat qiladi. Va shu ikki xil yondashuvni farqi nimada deb o'ylashingiz mumkin? Shu savolga Savolingizni uncha yaxshi aniqlashtira olmadim. Ozgina qaytarib olasizmi? Ya'ni misol uchun bitta startap muvaffaqiyatga erishmoqchi va o'shanda bo'ladigan qaysi risklarni va aqlli deb atash mumkin va qaysilarini oldindan chetlab o'tish kerak. Misol uchun ikki xil odam bo'ladi. Ko'proq xato yo'l bilan muvaffaqiyatga erishadi va ikkinchisi esa tavakkal bilan harakat qiladi va shu ikki xil yondashuvi farqi nimada? Xo'p, rahmat katta savol uchun. To'g'risini aytadigan bo'lsam, biz qurgan startaplarda birortasi success bo'lmagan. O'shaning uchun qanaqa qilsa success bo'lishini men bilmayman. Nima qilmasa fail bo'lishligini bilaman xolos. O'sha narsalarni hozir aniq qilib berdim. Gapirib berdim. Endi ikkinchi anaqangizga savolingizga keladigan bo'lsak, ikkinchi savolingizda kimdirlar bor, adashmasam risk orqali harakat qilib ko'radi, kimdirlar bor ongli mana shu narsa bo'lmaydi yoki xato kamchiliklar qiladi, keyin shuni orqasidan aniq qilib o'rganadi. Menimcha aytganingizdek bu odamni o'ziga bog'liq. Misol uchun biz odatda mana ikkita odamni keltiraman, Muhammad Karim akam bilan men. Bu yoq odatda biror bir loyiha bo'lsa, risk qilishdan qo'rqmaydi. Ya'ni nimadir yaxshi naqani ko'rdimi, flowni ko'rdimi yoki nimadir narsaga ishondimi, davaychi mana shu narsani qilamiz, qancha ketadi qizig'i yo'q. Bu yoq shunaqa mindsetdagi odam. Shaxsan men bo'ladigan bo'lsam, men ko'proq loyihani qanchalik boshqa tomonlarini o'ylashga harakat qilaman. Ya'ni ertaga bu bizga qanaqa qiymat olib keladi yoki to'g'rimi, noto'g'rimi shuni hozir qilish kerakmi? Bu odamning fikrlashiga bog'liq. Ya'ni kimdirlar o'zi aktiv fikrlaydi, kimdirlar passivroq fikrlaydi. Ya'ni uzoqda o'ylab yoki ko'p anaqa nima deydi, fikrlarni bir-biriga tutashtirib, to'g'rimi, noto'g'ri ozgina qarorlar qabul qilishga harakat qilib turadi. Kimdirlar riskoviy odamlar bo'ladi. Bu menimcha odamning o'zining mindsetiga bog'liq bo'lsa kerak. AI'ni dastlabki bosqichdagi startap uchun xavfi va imkoniyati haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik AI'ni imkoniyat deb o'ylaydi, lekin AI'dan noto'g'ri, juda erta yoki yuzaki foydalanish AI'da startap qurishdagi asosiy xatolardan biri deb o'ylaysizmi?
agar shunday deb o'ylasangiz, AI ni noto'g'ri foydalanishda qaysi strategik xatolarga yo'l qo'yadi? Bozordagi yoki texnik yoki shu moliyaviy? Zo'r. Xo'p, qarang. Birinchi navbatda siz qanaqa loyiha qurishingizdan qat'iy nazar, u startap bo'ladimi yoki nimadir loyihada AI da shunchaki foydalanish bo'ladimi? AI dan foydalanayotgan paytingizda qanaqa loyiha qurayotganingizga yaxshilab e'tibor qarating. Hozirgi kunda, misol uchun, hali aytib o'tib ketdim, bemalol loyihalarda MVP ko'rinishini vibe coding orqali yoki shunaqa dasturiy toollar orqali foydalanishingiz mumkin. Lekin bu yerda e'tiboringizni qaratishingiz kerak bo'lgan bitta nuqta bor. Agarda to'g'ri bu bizda odatda haligi mualliflik huquqi yoki nimadir kamchiliklarga bizda juda zo'r qaralmaydi, lekin tashqi bozorlarga mana shunaqa narsa quriladigan bo'lsa, birinchi navbatda qanaqa loyiha qurilishiga bog'liq. Agarda siz misol uchun fintech sohasiga yoki moliyaviy sohalarga biror bir AI da yoki misol uchun davlat sektoridagi qanaqadir yo'nalishlarga sun'iy intellektni joriy qilmoqchi bo'lsangiz, bunda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Chunki ko'plab ma'lumotlar tashqariga chiqib ketish ehtimoli bor. Riskni ko'paytiradi yoki bergan natija to'g'ri yechim bo'lmasligi mumkin. Xo'p, bu narsani validatsiya qilishda yaxshiroq bitta yo'li, ya'ni agarda misol uchun open source yoki misol uchun free tier anaqalardan foydalanayotgan bo'lsangiz, misol uchun OpenAI da o'zini ChatGPT da qanaqadir ochiq ma'lumotlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, unaqa platformalarda ozgina ehtiyot bo'lishingiz kerak. Azure shunaqa jarayon uchun o'zini boshqacharoq nima deydi, servislarni taqdim qilgan. Xuddi shu siz bilgan OpenAI loyihasini Azure bilsanglar, Microsoft nimaga OpenAI da 50% aksiyasiga egalik qiladi va siz bilgan OpenAI da to'laqonlik o'sha ma'lumotlar sizib chiqib ketmaydigan, xavfsiz qilib o'zini Azure anaqasiga, infrastrukturasiga qo'shgan. Mana shu cloud servisdan foydalanadigan bo'lsangiz, siz to'laqonli o'sha bermoqchi bo'lgan servisingiz anaqa bo'ladi. Nima deydi? Xavfsiz bo'ladi va ma'lumotlar tashqariga sizib chiqmaydi, faqatgina siz o'zingizda, o'zingiz uchun saqlanadi. Shunaqa. Assalomu alaykum. Startup uchun fundamental bilim deb nimani aytsa bo'ladi? Xo'p. Menimcha startapda qanaqadir fundamental bilimlar o'sha loyihani ertaga qaysidir etaplarga olib chiqishingiz uchun kerak bo'ladigan qanaqadir terminlar yoki shunga o'xshagan bilimlar bo'lishi mumkin. Misol uchun startapda boshlashingizdan keyin uni MVP'sini qurasiz. Bu ham bitta qanaqadir MVP nimaligini tushunish, o'zi qurish, bitta bilim yoki bo'lmasa uni keyingi bosqichlarga olib chiqish, investorlarga pitch qilish, investorlarga o'zi qanaqa qilib o'zingizni demo qilishingiz kerak, ko'rsatishingiz kerak, bu ham bitta bilim. Shuni doirasidagi bilimlarni bilishingiz menimcha fundamental bilim bo'lsa kerak. Avvalambor assalomu alaykum. Men ham yosh startapchilardan biriman va yoshim 19 yoshda, 20 yoshdan pastdaman va bu yo'nalishga 1 yil bo'lib qoldi kirganimga. Startapni boshlashda muammo, yechim hamda iste'molchi deb aytib o'tdingiz. Shunda iste'molchini topishda bir necha startaplarni hozir boshlaganmiz va iste'molchini topishda bir necha muammolar bo'lyapti. Va ayta olasizmi, iste'molchilarni topish uchun bizga, ya'ni startapchilarga qanday erkinliklar, ya'ni birorta platforma bormi shularni topib olishga osonroq? Zo'r. Menimcha bu haqida startapni qurishdan oldin o'ylash kerak edi. Ya'ni qurib bo'lgandan keyin emas. Ya'ni qurib bo'lgandan keyin uni kimga sotaman ekan, hozir qayerda meni foydalanim uchun bor ekan emas, yondoshi boshqacharoq bo'lishi kerak edi. Menda mana odamlarda bunaqa ko'rinishdagi muammo bor. Endi shu odamlarga mana shuni qanaqa qilib yetkazib bera olaman yo'nalishdan ketganingizda, siz ertaga bu muammo haqida o'ylamagan bo'lardingiz. Ya'ni birinchi navbatda startap qurilayotganda o'zi u qaysi bozorga qurilyapti, auditoriyasi qanaqa, ko'lami qanaqa, shunaqa narsalar hisobga olinishi kerak. Xo'p, endi qanaqa qilib odam topsam bo'ladi? Bu narsani menimcha marketologlar yoki qanaqadir SMM yoki shunga o'xshagan targetologlar, shu soha vakillaridan so'rasangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki bu narsa odatda sotuv bilan bog'liq. Siz endi men texnar odamman, bu soha bo'yicha to'g'risi tajribam yo'q. Yo'q, men aynan demoqchi bo'lganim, loyiham bo'yicha nazariy jihatdan kim iste'mol qilishini bilaman, ya'ni B2B, biznesmendan biznesmengacha bo'lgan loyiha. Va shunda aynan O'zbekistonda mana shu loyihamning iste'molchilari bormi? Ya'ni
nomi bo'ladi-ku MCH'larni. Mana shunaqa bormi yo'qligini bilishim uchun faqat menda L borda mana. ChatGPT sun'iy intellektdan foydalanyapman va bu mavhum. Bo'lmasa, sizga agarda kim sohada o'zi kimlar faoliyat olib borishi qiziq bo'ladigan bo'lsa, endi nima deydi, qidirib ko'rishingiz kerak. O'zi O'zbekistonda shu soha bo'yicha faoliyat yurgizadigan qanaqa kompaniyalar bor? Shu kompaniyalarga birma-bir borib, sotib o'qib ko'rsangiz bo'lsa kerak menimcha. Bitta platforma bor, davlat nimasi platformasi Org.info.uz degan. Bu yerda butun O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan xususiy korxonalar, o'sha MCH, YATT va hokazo qanaqa faoliyat olib boradi, qanaqa umumiy fondi bor, hamma basic ma'lumotlar ko'rsatilgan platforma bor. Shu platformadan o'sha qaysi tur korxonalar qidirib, ichidan o'sha yerdagi ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin. Bu ochiq ma'lumot. Assalomu alaykum. Agar AI startup o'zini rivojlantira olsa, u odam boshqaruvisiz ishlay oladimi? Savolingizni to'g'ri tushungan bo'lsam, agarda biz sun'iy intellekt yoki shunaqa narsadan foydalanadigan bo'lsak, u ertaga o'zi boshqaruvchisiz ham nimadir ish qila oladi demoqchimisiz? O'zi bundan foydalanish ham shu. Sun'iy intellekt yoki startup artificial intelligence, sun'iy ong bu kompyuterni odamga o'xshab fikrlash imkoniyatini beradigan qilish. Ya'ni odamda bilsanglar, miyasida har xil nevrotarmoqlar bor. Va o'sha nevrotarmoqlarda sizdagi misol uchun qaysidir action yoki holatlardan olingan ma'lumotlar saqlanadi. Xuddi shunga o'xshab sun'iy intellekt ham bitta kompyuter, shu kompyuterdagi dastur, shu dasturga har xil jarayonlar o'rgatilinadi. Misol uchun aytaylik, bu klikerda bu knopkasini bossa, page bu birinchisidan ikkinchisiga o'tadi ko'rinishda. Turli xil shunaqa katta ma'lumotlarda buni o'rgatishadi oldin sun'iy intellektga. O'rgatgandan keyin ertaga siz misol uchun savol bersangiz, misol uchun klikerda qanaqa qilib foydalanish mumkin desangiz, shu bo'yicha o'zidagi bor bo'lgan ma'lumotlardan foydalangan holatda qanaqadir jarayonlarda bajarib berish mumkin bo'ladi. Savol javoblarni menimcha shu joyida yakunlasak bo'ladi. Ko'pchilikda savollar bor ekan, faqat bizda vaqt reglamenti bor. Iloji boricha ko'proq o'quvchiga yuzlanishga harakat qildik bu safar va endi spikerimiz bilan eng yaxshi savollarni tanlashimiz kerak. U tepadan xavfsizlik bo'yicha savol berdi. Keyin bu yoqda bitta qizimiz ikkita odamning farqini so'radi. Qarshi chalib tursanglar qolganlar. Bo'ldimi shu? Ikkita odam. Sahnaga taklif qilamiz yaxshi savol egalarini va ularni esdalik sovg'alari bilan taqdirlaymiz. Eng yaxshi savol egalari yana bir marta qarsaginglar. Va bizni tashkilot tomonidan spikerimizga ham maxsus sovg'amiz bor. Olib chiqishsa topshirib qo'yamiz. Yana bir bor kattakon rahmat sizga. Va esdalik fotolarni tarixga muhrlab qo'yamiz.